marta boshqa joylarda uzi qildirganman, lekin ularni birontasi ham hali menda kista borligini aytishmagandi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men hozir Mukarram Kazimovnaga otziv qoldirmoqchi edim. Nimaga? Chunki men hozir operatsiyadan chiqdim kecha, to есть bugun ahvolim ancha yaxshi. Ular oldilariga kelishimdan oldin 3 marta boshqa joylarda uzi qildirganman, lekin ularni birontasi ham hali menda kista borligini aytishmagandi. Mukarram Kazimovnaga kelganimda bittada kista borligini, уже u yorilayotganligini, mana ozginchadan keyin уже yoriladi, обострение beradi deb juda ham tezlikda ishlab, hamma bu yerdagi xirurglarga ham ma'lumot yetkazib, tezda meni operatsiya qilishdi. Agar operatsiya qilishmaganda ahvol bundan yomon bo'lishi mumkin edi. Bittada hammasini aniqlab berdilar, полный check-up qilib hamma narsani tekshirib berdilar. Mukarram Kazimovnaga kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ularning sa'y-harakatlari bilan mana Xudoga shukr, alhamdulillah bugun ancha yaxshiman. Sizga rahmat, sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Har doim hammani mana shunaqa sog' bo'lishiga hissa qo'shib yuring. Siz juda ham yaxshi ko'raman, boringizga shukr.